Nafsda aytganini qilib gunohni qilib qo'ydingiz. Shaytonning vasvasasi bilan gunohni qildingiz. U shayton odam ko'rinishida bo'lishi ham mumkin. Jin bo'lishi ham mumkin. Vasvasa qildi, gunoh qildingiz. Lekin siz gunohga hali qalbingizda afsus yo'q. To'g'ri qilganman, boplaganman. Shunaqa ekanda o'zi kishiga qiyin ekanda. Va hokazo shayton sizning gunohingizni sizni oqlayapti. Million marta istig'for aytsangiz bir tiyin foydasi yo'q. Yotib olib istig'for aytmaysizmi, foydasi yo'q. Yolg'on gapirgansiz. Boplaganman. O'zi ham meni aldovdi, shuning uchun aldadim. Tavba o'tmaydi. Borib Ka'baga yotib olib borib istig'for aytsangiz ham o'tmaydi. Qachon o'tadi? Qachonki afsus bo'lsa. Ya Alloh, shunda xato qildim. Afsusdaman. Qalbim og'rinyapti. Shu gunohdan kechirmasang bo'lmaydi. Ya Alloh, sen kechirmasang kim kechiradi? Ya Alloh, agar sen gunohkorni kechirmasang kimni kechirasan? Osiyni mag'firat qilmasang kimni mag'firat qilasan? Ya Alloh, meni o'zing kechir osiyni deb yolvorish kerak. Keyin u istig'for bo'ladi.